Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını görüyorsunuz. Programımız hoş geldinler. Bugün mezkur programımızda ötken bir hafta içinde radyomuzda anlatılgan bir kısım mühim haberlerini esiltip ötümüz. Ben Erkin. Ben Gülçekre. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizdən təfsilatları da basın. 7 avgust günü Amerika Tashqi ishlar ministerligida Xitoyning Şinjandagi musulmonlarga qaratgan bostirishlar nomli muhokama yig'ini chalagan. Amerika Tashqi ishlar ministerligining uyushtirishidagi bu yig'inga mazkur ministerlikning demokratiya kishilik huquq bo'limining amaldori Corey Andrew va yordamchi ministri Scott Basby riyosatchilik qilgan. Yig'inga kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy bo'limi direktori Sophia Richardson, Amerikadagi Uyg'ur advokat Nuri Turkel, Erkin Asiya Radiosi Uyg'ur bo'limining direktori Alim Seytov qatorliqlar taklif qilinib so'z qilgan. Yig'inda Nuri Turkel Xitoyning Uyg'ur milliy kimligi va diniy e'tiqodini o'zlariga tahdid deb qarab, oshqo'llikqa qarshi turish nomida 3 millionga yaqin Uyg'urni yig'ib olish lagerlariga qamaganligini bildirgan. Sophia Richardson xonim Uyg'ur diyorida qo'llanayotgan yuqori iqtidorlik taqiqlash texnikasi haqida to'xtalgan. Alim Seytov apandi Erkin Asiya Radiosi Uyg'ur bo'limining qanday qilib Xitoy hukumati texnik tarbiyalash maktablari degan o'rinlarning maktab emas, tutib turish lagerlari ekanligini aniqlab chiqqanligi haqida to'xtalgan. Yig'inga qatnashganlar yana naq maydonda savollarga javob bergan. Qatarning Doha xalqaro aerodromida Xitoyga qaytarilish xavfida qolgan xotanlik Uyg'ur musafir Ablikim Yusuf 6 avgust kuni Amerikaga salomat yetib kelib, Xitoyga qaytarilish xavfidan butunlay qutulgan. Shu kuni Amerika poytaxti Washingtondagi Dallas xalqaro aerodromiga yetib kelgan Ablikim Yusufni bir guruh Uyg'ur oldiga chiqib kutib olgan. Ilgari Pokistonda turishliq Ablikim Yusuf Bosniyaga yetib kelganda Bosniya chegarasidan kirgizilmay Dohaga qaytarib o'tilgan. Ablikim 2 avgust kuni Doha aerodromidan o'zining Xitoyga qaytarilish xavfida qolganligini dunyo jamoatchiligining o'ziga yordam qilishini talab qilib, ijtimoiy taratqular uchun tarqatgan. Buning bilan xalqarada Ablikim Yusufni qutqizish harakati qo'zg'algan. Amerika Tashqi ishlar ministerligining yordamiga erishib, Amerikaga elib kelingan edi. O aerodromda muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, bunda qisqa bir vaqt ichida qutulib qolishimni o'ylamagan edim, bek ta'sirlandim. Amerika hukumatiga, Uyg'ur qarindoshlarga rahmat. Men yangidan tug'ilgandek bo'ldim degan. Navbatda Ablikimning siyosiy panohlik ishlariga amerikalik advokat Kimberly Motley xonim mas'ul bo'ladi ekan. Ilgari Uyg'ur Abdunum rayonluq televizor komitetida xizmat qiladigan bir qancha kasbiy xodimning tutqunda ekanligi haqida uchurlar tarqalgan bo'lsa-mu, lekin ularning haqiqiy ahvoli haqida hozirga qadar aniq ma'lumot egallash tez bo'lib kelgan edi. Bularning ichida televizor komiteti lug'at bo'limining mas'uli bo'lib ishlagan 2016-yili pensiyaga chiqqan Hamdulla Abdurahmonning tutqun qilinganligi uning Norvegiyadagi farzandlari orqali dalillandi. Onun Norvegiyadagi farzandlari radiomiz ziyoratini qabul qilib, dadisining 2019-yil 1-oyda tutqun qilinganligi haqida ma'lumot olganligini bildirdi. Hamdulla Abdurahmon 7 tomliq Uyg'ur tilining izohatli lug'ati, Uyg'urcha, Xanzucha lug'at va boshqa ko'plagan lug'atlarni tuzish xizmatiga qatnashgan kasbiy asos puxta tilshunoslarning biri edi. O ilgari qadimgi Uyg'ur til so'zliklarini to'plagan, o'z oldiga yapon tili va arab tilidan dars berib, o'quvchi tarbiyalagan. Shundaqla Uyg'ur kishi ismlari haqida Uyg'urlardagi qo'l hunarvanchilik atalg'ulari Xanzo tilidan Uyg'ur tiliga kirgan so'zlar qatorliq bir yurish ilmiy maqolalarning avtoridir. 5 avgust dushanba kuni Amerika muavin prezidenti Mike Pence Amerikadagi Uyg'urlar, shundaqla Xitoy demokratlarining vakillarini, xristian hamda Falun Gong murtlarini qabul qilib, ular bilan Xitoydagi diniy erkinlik masalasi haqida suhbat o'tkazgan. Mike Pence o'zining Uyg'urlarning vaziyatini yaqindan kuzatayotganligi, Amerika Trump hukumatining diniy erkinlik masalasiga jiddiy ko'ngil bo'lgan bir hukumat bo'lish sifati bilan Xitoydagi Uyg'ur qatorliq millatlar uchrayotgan bu muomalaga nisbatan qanday tadbir elish haqida davomli izlanadiganligini bildirgan. Yig'inda Amerika hukumatining Uyg'ur masalasini savdo suhbatlarining kam bo'lsa bo'lmaydigan temas qilish kerakligi eng ko'p ta'kidlangan. U bu qitim suhbatga Xitoy fuqarolar kuchi tashkilotining rahbari Yang Jianli, Xitoyga yordam berish jamiyatining raisi Bob Fu, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat qatorliq 10 diniy va kishilik huquq faoliyatchisini taklif qilgan.
muavin prezident Mike Pence Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan lager tuzumi va boshqa ta'qiqlash siyosatlarini eng kuchli tanqid qilgan arboblarning biri. U tunji qitim o'tgan yili Washingtondagi Hudson institutida nutq so'zlaganda Uyg'urlar haqida to'xtalgan edi. Növətdə Xitayının yığılış lagerlərə ilib gedilən Qolcidəki Taksim Soda Sarayının direktori Ənvər Tursunqocu bilən onun oğlu Əzmət Ənvər qamaq cəzasına hökm qılınış xəvfiga duch kelgan. Ənvər Tursunqocu və oğlu Əzmət Ənvərinin chet ellərdə yaşayotgan urug' tuqqanları ularının növətdə xəvfli ahvalda qalğanlığını xəbər qıldı. Ularning bildirishicha, Xitoy hukumatı Ənvər Tursunqocuga 9 yillik majburiy ma'rifni qo'llamay, o'g'li Azmatni Turkiyada o'qitgan. O'zi Turkiyada tijorat bilan shug'ullangan degandek tuturuqsiz jinoyatlarni atgan. Növbəti doiralar ularni advokatsiz va adliya tartibsiz sotlashga tayyorlanayotgan bo'lib, hozir Ənvər Tursunqocuning delosi hukm e'lon qilinish bosqichida turmoqda ekan. Qamoqdagi Ənvər Tursunqocuning Norvegiyada yashayotgan singlisi Marhaba Tursunqoca radiomiz ziyoratini qabul qilib, aks haqida ma'lumot berdi. Onun bildirishicha, Xitoy doiralari Ənvər Tursunqocuni Turkiyada bola o'qitdi deb 2018-yili 4-oyda tutqun qilgan ekan. Uning bu yil 26 yoshli o'g'li Azmat Ənvər Turkiyada o'qidi degan bano bilan 2018-yili 1-oyda tutqun qilingan. Tonulgan jurnalist ve edip Abdikim Baqi İltabir 2019-yılı 8 Ağustos günü Amerika'nın Virginia ştatında davalaş ünüm vermey alemden öttü. Merhum 2000 yıldan başlap Erkin Asya Radyosu'da tahrir bulup işlep 2017 yılı pensiyeye çıkan. Abdikim Baqi İltabir'nin vafatı chet ellerde yaşavatkan Uyghur cemaatini çeksiz kaygıga çömdirdi. Şu günü Amerika'nın Virginia ştatı ve Washington alaydı rayonunda yaşaydıgan Uyghur cemaati merhum Abdikim Baqi İltabir'nin ailesiga berip, onun aile tavabatlarından hal sorgan ve merhumның vafatıga ta'ziya bildirgen. Amerika Uyghur Birleşmesining raisi İlşat Hasan Efendi radyomiz ziyoratini qabul qilib, Abdikim Baqi Efendining vafoti Amerika Uyghur jamiyati uchun bir cho'ng yo'qotish dedi. Abdikim Baqi İltabir 1951-yili 2 oktyabr kuni Ürümchida tug'ilgan. O madaniyat zo'r inqilobining ofatli yillarida İli viloyatining To'qistara noyisi Go'rjilg'i yezisiga tövanga tushirilgan. O 1970-yillarning oxirlaridan 1990-yillarning boshlarigacha Ürümchi tajriba o'ttir maktabining adabiyot o'qituvchisi, Ürümchi kashlik gazetining muavin bosh muharriri, Tangirtaq jurnalining bosh muharriri qatorliq xizmatlarni atqurgan edi. Möhtərəm televizor köygüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Diqqət bəgidinlər, rəhmət. Kelər həftə görüşəylik. Xeyr xoş. Xeyr xoş.